Olg'a O'zbekiston. Davron aka qoyil. Hissiyotlar. Maza qildim aka. Endi velosipedga tayyormisiz? Xudo xolis. Yaxshi, 53 minut. Bugun mana biz Xudo xolisi Chorvoda 2 km suzdik. Undan keyin velo trenirovkamiz bor edi. Chorvodan G'azalkentgacha, G'azalkentdan yana Chorvoga qaytib 60 km velida yurib chiqdik. Yugurishga ozgina kuchimiz qolmadi. Energiyamiz kamlik qildi. Endi mana hozir ovqatlanishga o'yinga keldik.